Assalomu alaykum. Muhammad Yunus Chorva savdo kanalining aziz muxlislari. Mana yangi partiya qo'ylarimiz sotuvga chiqdi. Qo'ylarimiz bo'g'oz. Birinchi qoringa bo'g'oz. Xudo xolasa ketma-ket bo'g'oz qo'ylarimiz. 3 kun, 4 kunda yo bir hafta tug'ilganlari ham bor. Bir oyga borib tug'ilganlari ham bor mana. Bularni qo'chqori mana qo'shib ko'rdik. Qo'chqor irg'imayapti. Inshaalloh bo'g'ozligiga garantiya beramiz. Xudo xolasa. Bularning soni 13 dona. Bularning ichida sotilgani bor. Shu bittasi katta oq sotildi. O sara juni olingani sotildi. Qolganlarini mana inshaalloh sotuvga mana. Shular xudo xolasa bir haftaga borib inshaalloh tug'adi. Xudo xolasa. Qo'ylar Andijon shahrida. Qo'chqorimiz sotilmaydi. Qo'chqorimiz o'zimizning liniyamiz bu. O'zimiz qo'ylardan chapishtirib, o'zimiz chiqardik bu liniyani inshaalloh. Bundan xudo xolasa kelajakda chiroyli qo'ylar ishlab chiqarmoqchimiz. Xudo xolasa, mana shu oq sotilgan qo'yni mana bu egiz bolalari o'tgan yilgi. Bular ham bo'g'oz. Mana u bittasi mana. Ikkita junlik mana shu egiz oq qo'ydi bolalari bular. Bularga mana jun olingan bitta qo'yimiz ikkisi shu. Qolganlari hammasi birinchi qoringa bo'g'oz. Mana olamiz ikkinchi qoringa mana u. Mana shu qo'yimiz ikkinchi qoringa bo'g'oz. Qo'ylar yeb ichishlariga javob beramiz. Telefon raqamlarimiz 97 581 37 31. Ona bir dona qo'zimiz ham bor ichida, u sotilmaydi. Uni qo'ylarni bolalari u. Mana. Xudo xolasa aloqaga chiqib Andijon shahrida telefon raqamlarimiz 97 581 37 31. Like bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar. Qo'llab-quvvatlasizlar. Xudo xolasa shunaqa qo'ylarni olib kelishdan biz charchamashga harakat qilamiz inshaalloh. Mana qo'ylarimiz. Aloqaga chiqarasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.